Ko'rishga oldiring. To'sin xalqining faxrlik o'g'loni, muhabbatlik naqshlari va xush ovozi bilan xalqimizning qalb to'ridan o'rin olgan yosh qanotliq naqshi Ahbar Abaydulla 9-oyning 12-kuni kech Urumqoqda 7:30da Qo'rqon shahri xalq maydonida mehrli kuylar Ahbar Abaydulla naqsh kechiligi o'tkazdi. Bu kechilikda atoqli cho'lponlarimizdan G'arbiy yurt naqsh shohi Ahbar Abaydullaning Ipak yo'l sadosidagi ustozi Abdulla Abdurahim, naqshi xonishi Sanobar Tursun, Köldürgü çolpanlarımızın Almurat Ömer, yaş nakşçı Hazret Ali Muhammed Tursun, faxrlik oğlanlarımızdan İbrahim Kurban, Muratcan Muhtar, Mübarek Muhtarlar en yangi kunlarni sizga so'g' qildi. Ahbar Abaydullahning ömürlük hemrahi Ruqiya Gül Ershidin, Umoq qizi Madina Ahbarlar en yangi, en fetenlik naqshlarini qalb qasringizga so'g' qildi. Hal so'ygan riyosatchilardan Nejat Vali Yaqub, Gulshan Muhammad Tursunlarning xos usultli riyosatchiligi kechilikka husn qo'shidi. Ko'rishga oldiring. Bu kechilik 2015-yili 9-oyning 12-kuni kech Urumqoqda 7:30da Qo'rqon shahri xalq maydonida qo'yildi. Kechilik naq maydonda suratga ilindi. Riyosatchi o'rinlari Qo'rqon shahrida Muborak tiz qamoqxonasida, Arambog' tiz qamoqxonasida, To'rtko'cha Abduniyaz Unsin markazida, aloqachi Nayim Qayim. Telefon 153 89 95 51 51.